Bugun ertalabdan Instagram meni yig'lashga majbur qildi. Hammasiga sizlar, ya'ni подписчиклар. Chunki juda ham aktivsizlar. Har kuni 100 dan ziyod podpiska va ahvatimiz 10 millionga chiqdi. Kommentariy yozib, like bosib qo'llab-quvvatlayotganlarga kattakon rahmat. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Va shu munosabati bilan xo'jayinimga qanaqadir syurpriz qilgim keldi. Merab, sizga bitta sovg'am bor. Menga kiring, Telegramga qo'yib tashladim. Джонни Фанзона. 4 апреля. Просто. Masaga o'xshadim bu bilet. Nimani oldim, bilasizmi nimaga? Nimaga? Chunki ertalab biz 10 million ahvat bo'limiz. Har doim mana hamma videolarimga поддержка qilib, negativlarga qaramasdan men поддержка qilganingiz uchun nimadir qilishim kerak. Shu Johnnyni konserti. Rostni aytaymi? Men konsertga umuman bo'lmaganman biror marta. Rostdan? Xursand bo'ldim, rahmat. Ura! Johnnyni konsertiga boramiz. Может, bizani Johnny zametить qilsa. Ayniqsa sizni подписчиклар ham agar bizani kuzatib turganlar ham konsertga borsa, yordam beradi shu bizani zametить qilishga. Nasib. Вообще xursand bo'ldingizmi? Просто прям честно. Emotsiya bildira bilmayman, lekin men yaxshi deyman. Вообще xursand bo'ldim. Nima deyishni bilmayman. Просто xursand bo'ldingizmi? Честно. Xursand. Rahmat. Rahmat senga. Давай, подписчиклар gazini bosamiz, короче.